Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil medhiyeler alemlerinin yaratquchisi ve yegane Rabbi bolgan Allah Taalaga xosdir. Allah Taalani chin qalbimdan medhiyelayman. Uningga hamd sano aytaman ve shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkizgan suyimlik payg'ambarimiz Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud, duo ve salam yollayman. Onun aile tavbatlarına, sahabelerine ve ta kıyametkice onun yolunda mağdıgan Müslüman qeyrindaşlarga bəxt saadet tileymen. Hürmetlik okurmenlerimiz, əmdi diqqətinizə bəxt saadetinin 40 retsipi namlıq dərslikimizni oquşunu davamlaşdırırız. 9. retsip şöhretpərəstlikə berilmən. Siz hərgiz şöhretpərəstlikə berilmən. Çünki əgər siz şöhretə berilsiniz, bu yolda köp bedel төлep gitsiniz. Nurgun kişiler meşhur buluş üçün, nam çıkırış üçün köp bedel төлeydi. Ama ahirde төлegen bedeliga yarışa hiç nersige erişelmeydi. Ola vaqtlık abruy kazanğını bilen asta onundan ayrılıp kalıdı. Xuddi onunğa hiç iş bolmagandek bop kalıdı. En doğrusu siz meşhur adam buluş üçün emas, muhim adam buluş üçün tirişin. Çünki şöhret degen tütünge o'xshaydigan narsa bo'lib, u turmaydi, tezli yo'qolib ketadi. Uni tutib turg'ili bo'lmaydi. Şöhretparastlikdan sizga yoki boshqalarga foyda kelmaydi. Şöhretingiz chiqqanda siz bir muddat o'zingizni xush qilasiz, xolos. Shuning bilan u şöhret tezli yo'qolib ketadi. Ammo agar siz muhim odam bo'lsangiz, har zaman sizning qadri qimmatingiz bo'ladi. Kishilar siz orqali hojatlarini ravo qiladi, sizni azizlaydi, hurmatlaydi, izlab turadi. Bu arqılıq özünüz saadetke ve xuşallıqqa tolasız. Allah Taala mı sizden razı boludu? Bu nimi degen çoğun nimet ha? Bir psikolog mundaq degen. Pakar adamның sayısı özünün iki həssi bolup körüngen vakit del gün patqılı az qalgan vakittir. Bu sözünün mənisi şu ki, siz özünüzni gavdalandırıp, özünüzning hacimidan bek çoğun körünüp ketken çağınızda siz tügeşken bolasız. Xuddi gün patqandakla sizning quyoshing'iz patidu deganlikdir. Başqalarga ko'rsatish uchun amal qilish munofiqlikning ishidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: "Innal munafiqina yukhadi'unalloha va huwa khadi'uhum va iza qamu ila-s-salati qamu kusala yura'unan-nasa va la yazkurunalloha illa qalila." Yani şübihsizki munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishidi. Alloh ularning aldamchiligiga yarasha jazo beradi. Ular namazga turganda xush yoqmaslik bilan turadi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Allohni bek oz yod etadi. Alloh taolo munofiqlarni sifatlab yana mundaq degan: "Va yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu." Ya'ni ular qilmagan ishlari bilan madhilanishni yaxshi ko'radi. Saxta shon-sharaf davom qilmaydi. Doktor Oiz Al-Qarni G'am qilmoq nomli asarida mundaq deydi: Bəxt saadet haqiqiy bo'lishi uchun u izchillikqa ega bo'lishi, dunyo va oxiratdami, oshkora va yoshirin holatdami, bugun va atidami davomli bo'lishi kerak. Baxtsizliklar uni chirmab olmasligi va o'ch adovat uning go'zal jamolini yora qilib qo'ymasligi kerak. Shundala u to'liq bo'lgan bo'ladi. Iran shohi Paris saltanatining 2500 yilligini tabriklab murosim o'tkazdi. U bu orqali o'zining nufuzi va ta'sirini texmi kengaytmoqchi bo'lgan edi. Biroq uzoqqa qolmay uning xondoni chashgohdan xubtangichi bo'lgan orliqda boshqalar tarafidan munqariz qilindi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: "Qulillohumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u va tanzi'ul mulka." Ya'ni aytqinki, podshohlikning egisi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga podshohlikni berasan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan. Şunun bilan o tacı taxtidan, mal dünyasından ayrılıp yiroq joylarga palandi. Keyin o yatlarning yerida xorliqda o'lib tugashdi. Onun üçün hech kim yosh to'kmadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Kam taraku min jannatin va uyun va zuru'in va maqamin karim va na'matin kanu fiha fakihin." Yani ular g'arq bo'lib nurg'un bog'larni, buloqlarni, ziroatlarni, chiroyli joylarni, o'zlari bahramand bo'layotgan ne'matlarni qoldirib ketdi. Rumaniyaning sobiq prezidenti Ceausescu hokimiyat beshida 22 yil turgan bo'lib, 70 ming xos qo'g'dug'ichisi bor edi. Biroq oxirgi hisobda uni o'z xalqi muhosiraga ilib, kulini ko'k so'rayapti.
Allah Taala Qur'oni Karimda mundaq deydi: "Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi va ma kana minal muntasirin." Ya'ni uni Allohning azobidan qo'g'dab qoladigan bir jamoa bo'lmadi. U o'zini qo'g'dab qila olmadi. Filippinning sobiq rahbari Markus o'z xalqini ezish badaliga o'zi uchun haddi hisobsiz boylik to'plagan edi. Oxirgi hisobda Alloh uningga baxtsizlik va shaqiylikning ta'minini tetitdi. U yurtidan, ahlidan va saltanatidan ayrilib, Iroqqa surgun qilindi. U panohlanadigan joymi topolmay, baxtsizlik ichida o'ldi. Uning xalqi uning o'z tuprog'iga dafn qilinishini rad qildi. Alloh taolo mundaq deydi: "Alam yaj'al kaydahum fi tadlil." Ya'ni Alloh ularning hil-mikrini barbod qilmadimi? Fa akhadahullohu nakalal akhirati val ula. Ya'ni Alloh uni dunyo va oxiratning azobi bilan jazoladi. Fa kullan akhadna bi zanbihi. Ya'ni bu gunohkorlarning har birini gunohi tufaylidan jazoladik. İşçiniz teshingizning go'zal bo'lsin. Siz tashqi ko'rinishingizni chiroyli, go'zal qilishdan avval ishchingizni parlaq, chiroyli qilishga tirishing. Chunki muhim bo'lgani sizning ishchingizdir. Alloh taolo kishilarning diliga qaraydi. Allah sizlarning taqi turqinglarga yoki pul melinglarga qaramaydi, balki sizlarning dilinglarga va amalinglarga qaraydi. Shunga har doim sizning ishchingiz teshingizdan go'zal, parlaq va chiroyli bo'lsin. Aksicha bo'lib, sizning teshingiz ishchingizdan go'zal ko'rinadigan bo'lib qolganda, sizning kirzisingiz boshlanadi. Ba'zi kishilar islomdan faqat shaklini tushunadi, ammo ular islomning javhirini tushunishdan bakmi yiroqda. Ular islomning suratini tushunadi, ammo ular islomning haqiqatini tushunishdan bakmi yiroqda. Ularning din ishlarida ko'ngil bo'ladiganlari faqatla shakldir. Chunki ular o'zining tashqi ko'rinishiga shunchalik zo'r ahamiyat beradiki, ichki dunyosi bilan kori bo'lmaydi. Uni isloh qilishga, o'zining yomon qiliqlarini tuzatishga va o'zini islom axloqiga to'g'rilab tuzashga qilcha ahamiyat bermaydi. Aniqki, tashqi jihatdan go'zal bo'lish yaxshidir. Ammo bu islomning javhiriga emas, faqat tashqi ko'rinishiga munosabatli ishlar bo'lib, bularmi albatta muhimdir. Ammo javhiri hammadan muhimdir. Xuddi mevaning buzilib ketishidan saqlanishi uchun uning po'sti muhim bo'lgandek, javharning shu suzukligida, shu safliqida davom qilishi uchun uni o'rab turgan tashqi qopchiqimi shundoq muhim. Ammo javhar bilan uning qopchiqining o'rtasidagi qimmat farqi hammaga ayondir. Chunki bularning biri asli maqsad, yana biri asli maqsadga yetishning vositasidir. Afsuski ba'zi kishilar qopchiqni javhar o'rniga qo'yib oladi. Bu xuddi mevaning postini mushu meva davog'anga o'xshash. Shunga ular islomning javhariga ko'ngil bo'lmasdan shakliga ko'ngil bo'ladi va o'zini tashqi jihatdan yaxshi musulmon qilib ko'rsatishni o'ylaydi. Bu afsuslanarli ishdir. Mundaqlar islomning javhariga va haqiqatiga ko'ngil bo'lmaydi. Shunga biz Uyg'urlarda diniy sima, diniy obraz kishilarning kiyinishdagi shakliga qarab o'lchinadigan bo'lib qolgan. Bu sababdan o'zini bir obdan diniy qiyofatga kirgizib olib, kishilarni aldashga urinadigan xalqimizning va dinimizning ziyniga ish qiladigan, xalqimizga qarshi besimdorlarga xizmat qiladigan sepi o'zidan munofiqlar kishilarning nazarida alloma, taqvodor sanalib kelmoqda. Ammo dili pok, niyati durust, tashqi ko'rinishida odatdagidek yuradigan oddiy sodda musulmonlar, haqiqiy ixlosmand mu'minlar ko'zga ilinmay kelmoqda. Bu xuddi beshiga zamonaviy shapka kiyib olgan o't yurak shoir va mu'min Abduxoliq Uyg'ur bilan beshiga Afg'onistonning bosh kiyimini salla deb kiyib olib, xalqni qaymoqtirgan sepi o'zidan munofiq Ro'zi Mollaning misoliga o'xshaydi. Ro'zi Molla xalqning nazarida mulla, ammo Abduxoliq Uyg'ur xalqning nazarida apandi. Endi Abduxoliq Uyg'ur bilan Ro'zi Molla Alloh taolaning nazarida o'xshashmidi? Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan Baxt Saodatning 40 retsepti nomli darslik kitobimizni o'qishni mishada to'xtatdik. Alloh taolo hammamizni kelarki qitim salomat uchirishga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.